Odil aka nima qilyapsiz? Cobalt dabdalasini chiqasiz. Aka hozir nima qilish hozir? Yoqmoqchiman. Cobalt mashinasi mana bu o'zi kesilgan chiqadimi yo kesib olishganmi buni o'zi? Yo'q, kestirishgan. Nimaga kesishgan? Tushuntiring shuni. Akalar, Cobalt mashinasida benzin nasosinglar mabodo yo'lda kuyib qoladigan bo'lsa, sizlar benzin nasos usti haqqidan tashqari evakuatorga pul sarflashinglar aniq. Ko'p mashinalarda Gentra, Nexus, Sparklarda mana mashinasi o'zi kesilgan bo'ladi. Cobaltda kesilmagan butun turadi. Buni mana o'zligi kestirishgan. Mashina agar mabodo ko'chada benzin nasos ginat qilib o'chib qoladigan bo'lsa, bemalol usta olib kelib ko'chani o'zida almashtirish oladi. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun lishniy rasxod qilish xohlamasanglar, mana shu benzin nasos turadigan joyiga kestirib, akkuratniy qilib, mana bunaqa rezinkalar qo'yib berishgan, qopqonlarini yasab, xuddi shunaqa qilib yursanglar, mabodo ko'chada mashina o'chib qolsa, benzin nasosdan muammo bo'lib, usta chaqirib, bemalol ko'chani o'zida ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga podpiska tashlash esdan chiqmasin. Bu videoni Cobalt bor tanishlarga srochniy tashlab qo'yinglar.